Короче, bu vlog. Imtihonga ketyapman. Pasportimni ko'paytirish esimdan chiqib qoldi hozir. Tez ketyapman. Keyin kech turganim uchun video olishga uspes qilmadim. Makiyajim tayyor, kiyimim tayyor. Уже ketyapmiz. Уже ketamiz. Ha do'stlar, o'tdim. Всё хорошо. Keyin yana avgustda bitta imtihon bo'ladi. Undan ham o'tsam, keyin o'tdim. Ну, bunda ham o'tdim. Xullas, do'stlarim, boshdacha hozir to'xtab turinglar. Kompyuterdan topshirdik-da, короче, keyin ekranda yozuv chiqdi. O'tmadi degan o'zi. Bo'ldi va orqamga qarab ketib bordim. Universitetda anaqasi, короче, shunaqa ishchisi bittasi chaqirdi orqamdan, rosa chaqirdi o'zi ham. Qaramasdan ketib bordim-da. Chunki o'tmadim deb o'yladim. Men pastga tushib keyin oyimga oyi o'taman desam, avval ko'raylik dedilar. Keyin o'sha gaplashib turib. Xullas, короче, keyin menga anaqa chiqdi. Balizni ko'raylik deyishdi. O'zi rostdan ham bal ko'rinmadi-da, o'tmadi deganda. Voy, biladi dedi. Ну, короче, keyin balimizni ko'rsam, o'tibman, keyin shartnomalarga qo'l qo'ydik balamizlar. Keyin avgustda yana bitta suhbat bo'ladi. Xudo xolisa o'tib ketdik, duo qilinglar. Ну, короче, shunaqa xursand bo'lib ketdim. Kecha adam aytdilar, telefon qilib, qizim, men hammaga maqtanib qo'yganman, kirishingiz kerak dedilar. Okey dedim. Kechqurun bilan uxlamay chiqdim. Ertalab ko'zlarim shunaqa charchagan bo'lib uyg'ondim-da. Uni ustiga 1 soatga kech qoldik. Uxlab qolman. Nima ham kutasizlar endi uxlab qolgandan keyin? Shunaqa-da, kechqurun kech uxlagandan keyin, конечно, kech turaman. Shunaqa do'stlarim. Ну, вот так, друзья, я очень рада, потому что menga mana shunaqa покупочка berishdi. Ichida bloknotик, futbolочка и ручка bor ekan. Ikkita ruchka bor ekan. Ну, короче, все. Nima endi? Shu. Qornim ochdi. Ovqatlanish kerak, obed bo'ldi. O'rtalar ko'rdinglarmi, ham metrodan tom tushib ketdi. Bunaqa xabarlansizlarga qorong'u. Bunaqa xabarlansizlarga aytmoqchi emasdim, lekin biz metroda yurdik. Qo'rqdim to'g'risi bu voqeadan keyin metroda yana yurishga. 2000 ni oqladib menga minnat qilishdi. O'tmadim desam 2000 deb. Mana o'tmaganim ham muhim emas, 2000 muhim. Ну, короче. Ha do'stlarim, ha. Ну, короче, hozir sizlarga lukumni ko'rsataman. Mana shunaqa narsa-chi. Короче, keyin belly yubочка. Oyog'imga oppoq krossovka, orqada Damas turgan ekan. Друзья, простите меня, ko'rmanman. Hozirgi videoda men sizlarga biz eng ko'p boradigan restoranlardan birini ko'rsataman. Nima uchun biz bu yerga tez boramiz? Chunki bularning ovqatlari zo'r, takoy sochniy shashliklar qilishadi va yoqimli atmosfera. Ularning atmosferasiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas va sifatli xizmat. Bu video hech qanaqa reklama emas. Bu videoni ko'rganingizda siz bizlar bilan xuddiki birga vaqt o'tkazgandek o'zingizni his qilishingizni xohlayman. Agar siz Toshkentda borish uchun yangi restoranlar qidirayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu restoranga kelib ko'rishingiz kerak. O'ylab qarasam, hozir komplimentni menyusidagi 99% taomlarni hammasini yeb ko'rgan ekanmiz. Baliq bo'ladimi, somsa, shashlik, yoqqan taomlarni bo'lsa qayta yeymiz va bularning eng yoqadigan tarafi mijozlarning fikrini hurmat qilishadi. Bunaqa bo'lsin desangiz, siz o'zingiz xohlagandek qilib berishadi. Servislarga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyin biz avtobusga chiqdik va avtobusda ozgina yurdik. Men sizlarga bu yerda mojitoyim maqtanmoqman. Atmosferani ko'rsatmoqman. Chiroyli kunlar ko'rdim ko'chada. Sizlarga videoga oldin metroga tushdik va singlim bilan uyga qaytdik. Bye bye, vlog tugadi. Keyingi vloglarimni ko'rish uchun menga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin.